videoning 18+ joyi bor. Uyatli emas, lekin ta'sir qilish darajasi bo'yicha. Bir inson uyiga ishlashga bordim. Bir qizcha chaqirib keldi. 5-6 yashar qizcha chaqirib keldi. Yanga deb chaqirdi va uyda egasi "Kel qizim, amaki yangamni chaqirib yuboring" dedi. Yangasi chiqdi. Ro'para bo'lganda "Yanga, ukam nafas olmayapti. Iltimos yordam bering" dedi. Keyin ayolning birinchi emotsiyasi ro'molini yechib tashlab yugurib ketdi. Uni eshitgan erkak undan ham oldin qo'ldagi narsani tashlab yugurib bordi. Hamsasi ekan, ayol qo'lida bolasini ushlagan yerga o'tirib qolgan shok holatda. Bolasi esa bolasiga sudurga bergan ekan. 2 yoshli bolacha va erkak uni tilini tortib qaysidir ma'noda hayotini saqlab qoldi. Ya'ni bu yerda ahamiyat berishimiz kerak. O'zining onasi to'g'ri unga har doim ham mehr emas, aqlni, ya'ni aqlli fikr, ya'ni nima desam ekan, to'g'ri yo'l yo'latish, ya'ni to'g'ri qaror qabul qilish bo'yicha baribir erkaklar oldinroqda deb o'ylayman. Siz o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.